uzun qismidamiz. Mana bu ikkinchi lift. Mana bu yerda kamerasi ham bor. Bu esa Nozimani uyiga eng yaqin bo'lgan lift. Mana bu kamera. Shu liftdan chiqish bilanoq o'ng qo'lga yurganda mana bu uyini oldida ham, xonasini oldida ham kamera bor ekan. Mana bu Nozimani xonasi. Mana pochta kelgan, qo'shnini aytishiga qaraganda bu pochta anchadan beri turibdi, lekin biz buni o'qib ko'rgan edik. Bu karisini nomiga kelgan. Karisini ismi turibdi. Mana bu qo'shnisidan intervyu oldik. Bu qismiga borib ko'ramiz. Bu binoni esimdan chiqib qoldi. Nechinchi zinasi? Mana shu 10-qavatga kirsa bo'ladigan yana bitta vxod. Tepada kamera yo'q. Bu esa zinada ham kamera yo'q. Shu mana oxirigacha borib ko'ramiz. Bu koridorni, bu qisqa qismi koridorni. Tepada mana kamera ham bor ekan. Bu esa o'sha balkonchasi, mana past, bu yerga uncha chiqib bo'lmaydi. Mana ochiq, qulflanmagan. Lekin bizga ko'rsatilgan kameralar hammasi birinchi qavatdagi chiqib kirgan kameralar. Lekin eng asosiysi mana bundagi kirdi chiqdilar vaqtlari muhim, kim kirgan. Lekin bunisi bizga ko'rsatilmadi. Mana eng yaqin lift. Bu qavatda ikkita qismida lift bor ekan. Bu eng yaqin qismi. Shu 10-qavatda. Taniysizmi u qizni opa? Taniyman. Samonim tanish bilishlari bormikan u qizni bu yerda? Farida opa borib ana ekspertiza talab qilib yozasizmi? O'shani boshqatdan tekshirtiraman deyapti erim. Uni ekspertizani boshqatdan qilinadi. Men u endi Men ham borib yozsam bo'ladimi? Patologdagi svetlar. Qara, endi hammomga o'zini ochibdi. U qiz 180 bo'yi. Biri 60 necha ekan, u yog'ini bo'yi 180 ekan, uni tepaligi 170 ekanda. Yo'q, 180 bo'yi uzun qiz u qiz. Bo'yi uzun qiz u qiz. Vesi 80ga yaqinlashib qolgan. 80ga yaqinga temir qanday qiyshaymaydi? Hech narsa bo'lmagan. Endi qarab tur. Bog'da hamma yo'q pachaq bo'layotibdi. Hammomda hamma yo'q, top-toza. Hech qayerda hech narsa yo'q. Bitta zakolka tushib qolar ekan. Men u bolani ham taniyman, u qizni ham taniyman. Bola qayerli opa? Namanganlik ekan. U qiz Aka, siz iflos yurmaganmisiz Koreyada? Siz birorta qizni aldamaganmisiz? Birorta qizni lichkasiga yozmaganmisiz siz? Bolalar, o'zlaring kevolaslarda eri bor qizlarga ham yozib o'tirasizlar-ku. O'sha if olti ekan deysizlar. Bo'yi o'shanga yetadi, boshi o'shanga yetadi. Qanaqasiga oyog'i pastga tegadi u ip ilgandan keyin. Hech qachon odam xatirasi ham jon talvasida joningiz qiynalayotgan. Yo'q, mayli, o'zini o'ldirgisi kelgan odam. U necha etajda turar ekan, nega 10-etajdan otib yormadi, o'zini osib qiynab o'ldirmoqchi bo'ldi. Yo, endi qarab tur-da, u hammomda agar odam har qanaqa odam itni ham osib qo'ysa, it ham jon talashadi. Nimaga jon talashganda yonidagi shampunlar yerga tushib ketmagan? Nimaga u narsaga
Yerda hamma kirib turib ekspertiza bo'ladigan joyda yana qaytadan tekshirilishi mumkin-ku, hamma narsani ushlayapti. Nimaga ushlashyapti? Xudo o'zingga shukr. Gapi u bolani gapiga to'g'ri kelmayapti. Nimaga bemalol 4-5 kishi uyga kiryapti? U uyda nega pechatlamadi? Men u qizni bilardim. U qizchi ichkilikni ichmaydigan qiz edi. Men bilmadim undan keyingisi nima bo'lgan. Ichkilik ichmasdi u qiz. Bola ham birinchi aytdi-ku. İçmasdi, ichishni boshladi, bir ichib turardi deb. Endi qaranglar, yerda 1,5 litr saydani ichib olgan. Ha. 1,5 litrli saydani ichib olgan. Yerda 3-4 ta suvjoy ham bo'lgan. 3 kunigacha o'sha janjallarni qilganda u bola nima chiqib ketadi? Ish dedim deyapti. Yo'q, ishga ketayotgan, yo'q, aytayapti, janjal bo'ldi deyapti. Chemodanimni tashab ket dedi. Men paketlarga, sumkalarga narsani tashab ketdim. Keyin u karist xotini deb hozir o'lgan odamni yomonlayapsizlar-ku. Motelga olib borayotganinglarda u karist xotini emasdi-ku. Sizlarni qizchalar edi-ku. Koroleva bo'lavdi. Qizchalar edi-ku. Koroleva Qizcha bo'lavdi. qo'yardinglar-ku unga. Yo'da, masalan, men nimaga aytaman? O'sha bolani o'ziga ham aytganman. Ey kut, mana shu turgan joyimda mana shu 1 metr mashda turishardi. Mana 1 metr, mana mashda. Oram 1 metr mana shu uylariga. Mashda turishardi. Men turgan joyda 1 metr joyda turar edi. Ash qiz. Ishonasizlarmi? Shunaqa akkuratniy qiz edi, shunaqa o'ziga qaragan, yo bir noto'g'ri ish qilmagan qiz. Men bilaman-da, u o'zim aytib beryapman. Noto'g'ri gapirishlari mumkin. Men aytay, shu qiz ichmas edi. İçmeydigan ayasini $20,000 ayasi ular holatida $20,000 Rossiyaga jo'natib turib, ash qiz qarz $15,000 qarz olib, $5,000 pulini qilib, $20,000 qilib turib, Rossiyaga ayasini jo'natib davolat olib keltirgan edi shu qiz. Bola Pujikomda qarang, Pujikomda ham 3 million edi, 5 million hech narsani bilmayapti.